Siz kanalga kelgan emas, ro'z sotadigan 4 xonali kvartira chiqib qoldi. O'ta arzon narx sotilyapti, lekin qimmat narxga tushgan o'zi aslida. Lekin u sotadigan narxi vasha arzon narxda. Zakanalni qatida sana mana turk kollej, bolalar o'qishdan chiqyapti. Shu yon boshdagi domimizda sotiladigan kvartiramiz. Hozir olib kirib ko'rsataman, tayyor remontlarini shikoyat holatda. Shoshilmasdan videoni ko'ring. Arzon narx sotiladi. Video oxirida narxini aytaman. Biz aytib o'tganimiz 3-qavatda joylashgan. Bitta podyezdda 2 ta kvartira. Memonisi ro'parasida bittasi. 2 ta kvartira bog'lasiz. Uyimiz 4 xonali. Vasha katta uy, maza qilib olasiz. Kirishimizga detskiy xona. O'ng qo'limizda skvazna uyimiz 2 qavatli akfaromlar qo'yilgan, plastmasali. Bu tomon spalni. Er-xotin uchun yotoqxona. Uyda polniy batareya o'tkazilgan, yangi remontdan chiqqan. O'zi bu uy opa aytayapti, $44,000 turibdi deyapti, tekladovka. Lekin aytgan narxiga stoyt, вообще arzon sotyapti. $44,000 ga tushgan deyapti, mehmonxona. Endi ular haqiqatan qimmat edi-da, istasalar. Bitta vannasi, jakuzzisi bor ekan. Kafellar patolga tushirilgan. Tualet отдельный. Arestonigacha bor ekan. Bu tomon oshxonasi, endi o'sha 4-xonasi, ya'ni. Oshxona balkonga olib chiqib qo'ygan ekan ota. Mana. Xona kotyoli. Mana balkoni. Ana turk kollej. Turk kollejdan bolalar chiqishyapti. Juda ham zo'r bo'lgan lokatsiyada olib arendaga berib qo'ysangizlar, maza qilib yashaydigan joy. Narxi opayda $32,000 deyapti. Tayyor remontlar bilan mebelni olib chiqib ketaman deyapti. Bo'shatib beraman uyda deyapti. $32,000 yana kelishasizlar, massiv zakanal, sog' bo'linglar.